G'oya, ixtiro, startap, biznes. Bu ketma-ketlik Diyorbek Ahmedovning muvaffaqiyatga erishish formulasidir. Toshkent davlat tibbiyot universitetining talabasi sifatida u salomatlikdagi muammolarga yechim bo'ladigan bir nechta loyihalarni yaratgan. Ular ichida D-Baby dasturini chaqaloqlar tili deb atash ham mumkin. Davlat rahbarining shifokorlar bilan uchrashuvida Diyorbek D-Baby loyihasini prezidentga taqdimot ham qilgan. D-Baby loyiham chaqaloq yig'lash ovozini tahlil qilib, nima sababdan yoki qanday kasallikdan yig'layotganini aniqlab beruvchi sun'iy intellekt hisoblanadi. Yig'lash sababini aniqlab, uni bartaraf etish uchun tavsiyalar ketma-ketligini tuzib beradi. Bolalar kasalxonasida amaliyot paytida ko'p ota-onalarimiz chaqalog'i nima sababdan yig'layotganini aniqlasha olmaydi. Ana shu payt g'oya paydo bo'ldi. Men buni aniqlash uchun sun'iy intellekt model qilsam-chi degan. 3 yil davomida sun'iy intellekt modelini yig'ib chiqdim. Dastlab mikrofon belgisini bosamiz. Chaqaloqni 3 sekunddan kam bo'lmagan ovozini yozib oladi. Chaqaloq ovozini shu paytda o'zi sun'iy intellekt model tahlil qilib chiqadi. Yig'lash sababini aniqlab beradi. Yig'lash sababini bartaraf etish uchun tavsiyalar ketma-ketligini tuzib beradi. Dastlab ochiq manbalardan foydalandik. Bolalar shifoxonalaridan har bitta ota-onalardan iltimos qilib 27 mingdan ortiq turli xil ovozlarni yig'dik. Ularni o'zimiz tahlil qilib chiqdik. 3 yil davomida jamoamizda 3 kishi bo'lib ishladik. Platformamiz mutlaqo bepul, Demet ilovasida integratsiya qilishlar tugallangandan so'ng barcha yosh ota-onalar va shifokorlar foydalanishi mumkin. Bo'lg'usi shifokor, qolaversa IT bilimlariga ega Diyorbek tibbiyotda boshqa masalalarga ham yechim bo'ladigan innovatsiyalar ustida ishlagan. Masalan, bugungi kunda aholi orasida katarakta, blefarit, quruq ko'z sindromi kabi ko'z kasalliklari ko'p uchramoqda. Buning asosiy sabablari ekologik muhit ta'siri hamda ko'zlarni turli gadjetlardan zo'riqtirishdir. Ma'lumki, har qanday kasallik erta aniqlansa, uni davolash ham tez va samarali kechadi. Optiklip loyihasi va qurilmasi shu maqsadda yaratilgan. Ushbu qurilma ko'zga zarar yetkazmagan holda ko'z namligining fiziologik holati va uning qon bilan ta'minlanish darajasini aniqlab beradi. Shu bilan birga kasallik qaysi bosqichda ekanini ko'rsatadi. Ko'zingizning namlik darajasi 3, shkala bo'yicha 3 ta ko'z me'yorda, ya'ni ko'z holati sog'lomligini ko'rsatadi. Optiklip qurilmasi mustaqil foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, istalgan inson undan uy sharoitida foydalana oladi. 1 daqiqa davomida qurilmani ko'zga tutib turish orqali barcha ma'lumotlar tahlil qilinadi va monitorda aks etadi. Natijada siz ko'zga oid bo'lgan barcha ma'lumotlardan xabardor bo'lib borishingiz mumkin. Diyorbek Ahmedov meni shogirdim bo'ladi. Juda ham tirishuvchan, izlanuvchan hamda o'sha birinchi kursda kelganida bizda o'qituvchilarning e'tiborini tortgan talaba bo'lib, shu kungacha biz u bilan juda ko'p loyihalarni amalga oshirganmiz. Oxirgi qilgan loyihalarimizda Optiklip tibbiyot klinik dasturimiz ishga tushgan. Bunda klinik, ya'ni ko'z quruq sindromini aniqlash hisoblanadi. Bu ustida birgalikda juda yaxshi ishlar olib bordik. Kelajagi porloq yigit. Bugun shifokor bo'lish uchun nazariy bilim va tashxis qo'ya olishning o'zi yetarli emas, deb hisoblaydi qahramonimiz. Texnologiyadan xabardor bo'lib borish, muammolarga innovatsion nazar bilan yondashish sohaning zamonaviy va dolzarb talabidir. Diyorbekning bir nechta tanlovlarda g'olib bo'lishiga ham aynan mana shu zamon bilan hamnafas bilimlari ko'mak bermoqda. Tibbiyot sohasi qanchalik murakkabligi va qiyin kechishini oldindan anglab shu yo'nalishga topshirganman. Birinchi IT va tibbiyotni integratsiya qilgan loyiham xonalarda toza havo chiqarib beruvchi qurilma yasaganman. Zararli gazlar miqdori ortganda o'zi mustaqil ishlab xonani havosini tozalaydi va shifoxonalar uchun yoki odamlar ko'p joyda foydalanish uchun xona uchun kislorod miqdorini ko'paytirib beruvchi qurilma bo'lgan. Mirzo Ulug'bek boshida respublika tanloviga topshirdim. Dastlab tuman viloyat bosqichlari g'olib bo'lib, respublikada ham o'tganmiz. Davlat rahbari bilan uchrashib kutilmagan holat bo'ldi. Dastlab loyihalarimizni taqdimot qilib, endi o'zimizda ishladik. Kutilmaganda davlat rahbari bilan uchrashdik. Bu hayotimizda esda qolarli voqea bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Ta'riflab alohida aytib o'tdilar. Bu menga juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Yani kelgusida tibbiyotni plastik va rekonstruktiv xirurgiya sohasini tanlamoqchiman. O'sha yo'nalishda hozirdan ishlar olib bormoqdaman. Shu maqsadlarim qatorida Nobel mukofotiga erishishni niyat qilganman. Diyorbekning fikricha, shifokorlik faqat kasb emas, hayot tarzi. Shundan kelib chiqib, u har kuni o'z ustida ishlashni odatga aylantirgan. Demak, Diyorbek Ahmedovning innovatsion loyihalari hali davom etadi.